Inject Medical klinikamiz juda ham shinam, chiroyli, yorug'. Bu yerda nimada непосредственно boshqaradigan mana Dilshodbek. Hop. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Avval e'lon qilganimizdek, Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamiz statsionari haqida batafsil yana bir ma'lumot berib o'tamiz. Bizda bolalar massaji, gidrovannalar, elektroforezlar ham yo'lga qo'yilgan. Yunusobod hududida, umuman Toshkent shahar hududida yashovchi mijozlarimiz uchun juda ham qulay. Gidrovannalar bolalarning nevrologik rivojlanishi uchun juda ham muhim. 4 ta datchiklik ultratovush tekshiruvi bu yerda nafaqat a'zolarni ultratovush tekshiruvi, balki ekokardiografiya, Doppler, Pediatrimizni xonalari bo'ladi bu yerda. Bizni pediatrimiz mana tez shamollaydigan bolalarga isitmasi ko'tarilib qolib yoki bir mana laringit bilan kelib qolsa-da, tam reanimatsion даже yordam ko'rsatilishi kerak. Lekin shunaqalarni ham mana shu yerda chiroyli qilib ko'rib, ularga yordam bera oladilar. Bular Dilorom Qamarovna, dotsent klinikamizning tajribali shifokorlaridan terapevtik yo'nalish bo'yicha agar savollar bo'lsa, nafas a'zolari, ovqat hazm qilish, yurak qon tomir, yurak kasalliklari bo'yicha juda ko'p tajribaga ega shifokorimiz. Mana bu yerda bizni молодой, nima deydi, perspektivniy akusher-ginekologimiz borlar, Dilnozaxon. Так что agarda sizlarda endometrioz, eroziya sheyki matki yoki даже predrakoviy bir xil nimalar bilan, mastopatiyalar bilan va tuzalmaydigan qanday bir ginekologik muammolar, plus yana bisplodiya bilan bo'ladigan qanaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizni akusher-ginekologimizga tashrif buyurib, bu kishidan maslahat olishingiz mumkin. Tajribali lor, oliy toifali lor vrachimiz. Qanaqadir ko'p uchraydigan, hozir bolalarda ko'p uchrab turadigan adenoidlar bor. Operatsiyan faqat yo'l bilan davolanadilar. Yo'q, пожалуйста, bemalol shu yerga kelib murojaat qilishingiz mumkin. Allergический rinit, gaymarit, frontit, yevstahidit, mastoidit, mana bu hamma kasalliklarga bemalol mana shu yerda chiroyli malakali nimada javob olib olasiz. Bizni Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizda barcha laboratoriya tekshiruvlari, jumladan umumiy qon tahlili, bioximiya, IFA va koagulogrammalar mavjud. Bundan tashqari biz aytib o'tganimizdek, ko'p tarmoqli statsionarimiz an'anaviy traditsion standartlarga asoslangan davodan tashqari qo'shimcha hujayra darajasida davolash ham yo'lga qo'yilgan. Mana bu yerda bemorlarimiz muolaja olish jarayonida ozonoterapiya, bu o'sha allergik kasalliklar uchun, surunkali kasalliklarni davolash uchun juda ham hozir zarur muolajalardan hisoblanadi. Bundan tashqari chaqaloqlarda surunkali sariqlik bilan tug'ilgan bemorlarda ham fotolampalarimiz ham mavjud. Boya aytib o'tganimizdek, gidrovanna bolalar massajiga qo'shimcha ravishda murojaat qilsalar bo'ladi. Bu fotolampa agar sariqlik o'tib ketmasa, tug'ilgan chaqaloqlarda kamida 3 kun 5 kungacha qo'yish kerak. Yotish uchun sharoitlarimiz mavjud. Mana oshxonalar ko'ryapsizlar. 3 mahal ovqat yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari dietistga oshpazlarimiz tomonidan bizning bemorlarimizga tayyorlashadi. Stoklar tabiiy chiqarib berish mumkin bemorlar uchun. Standart xonamiz ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham shinam. Ko'p tarmoqli klinikamizda standart palatalardan tashqari lyuks palatalar ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bemorlar uchun hamma sharoitlar mavjud bu yerda. Nafaqat davolanish, balki qo'shimcha o'z ustida shug'ullanish uchun sharoitlarni ham qilib bergan biza.